Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va hurmatli Usta Husniddin kanali obunachilari. Xudo xolasa yana bir go'zal ishimizni Xudo xolasa mana obunachilarimizga yetkazib berishga harakat qildik. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, ko'rayotganimiz tashqari shapkalarimizni 2025-yilda Xudo xolasa eng trend bo'layotgan, ya'ni kobra fasonda qilib berganmiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozani nima deyapti? Xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsanglar juda chiroyli. Niyabishli fasonlarda qilib Xudo xolasa o'z yakuniga yetkazib berdik. Bu ishimizni Andijon viloyati Zeninamosda Xudo xolasa o'z yakuniga yetkazib berdik. Ilhom akamizning xonadonida jigarlar. Xudo xolasa bu koridorlarni ko'rsanglar, koridorlarni ya'ni shaxmatdan tekis qilib, chekalariga bunaqa tumaloq navo shaklda karnizlarni o'xshatib berdik. Bu esa aziz yurtdoshlar, ichkari shapkalarimizni ham ya'ni ko'cha fasoni bilan bir xil qilib Xudo xolasa bitkazib berdik. Ya'ni bu rang yerga oq rang, mokriy rang, tilla rangni aralashtirib 1 kvadrat metrini aziz yurtdoshlar 125 ming so'mdan hamma mahsulot ichida qilib berdik. Xudo xolasa kimga ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sizlarni ham uylarida xuddi shunaqa telefon qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, xizmatimiz vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona, ya'ni andijonlik akalarim, opalarim cho'chimay, Xudo xolasa o'ylanmay mashina nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar.